Assalomu alaykum akalar. Vodiy Chorvoshki bozlari akalar, men sizlarga yana Xitoy drabilkalaridan Xudo xolisa zavatga hammalari chiroyli. Xudo xolisa akamiz o'zidan ma'lumotlarni olamiz mana. Bitta kulchov bilan ochilaveradi. Vakuumli bo'lgan, chang tepaga chiqarmaydi. Pichoqlar kalyonli, suvorilgan, sinmaydi, o'tmas olmaydi. Kontrga eka qilingan, mabodo o'rash tushib sinsa ham almashtirsa bo'ladi. Malatoylari bor, 5lik qalinlik, 10lik. Keyin zavodskiy sentrovka, setkalar yonboshdan almashaveradi, ochib yopib yurilmaydi. Hatto mana ularning ichiga ham mana 4lik yangilik bo'lgan, mana ular ichiga ham sim qo'yilgan, nima emas, oddiy ishlanka emas. Va chang tepaga chiqarmaydi, mana bitta kulchov bilan yopilaveradi ham. Kulchov bilan yopilaveradi. Juda oson, sodda qilib ishlangan ekan. Keyin mana ular ham bor mana. Dumbul maydalaganda dumbul belan so'rasiz, bo'lmayotgani beradi. 2.600 ming, 2.550 dan olib borib beramiz. Даже dumbulga Dumbul harakat qilsa bo'ladi. 4 xil setka bo'ladi. Upak-upak holatida. Setkalari hatto chekalari pechasi bosilgan ekan. Hali metrajdan kesilgandan emas. Istilib ketdi demaysizlar. Xudo xolisa. Be'tibor qilinmagan ishga hatto boltga aka tushib ketmasligi uchun sirg'a ham qo'yib qo'yilgan ekan. Pichoq sindirmasligi uchun. Sog'lasa mehr bilan ish qilingan. Chahlarni ham konvert holatda ko'rib olasizlar. Olib borib ishlab beramiz vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha olib 2 borib 500 ming so'mdan olib borib ishlab beraman. 2 million 500 ming kilovat, 3,5 ming oborot, alyumin motor, 110 dan 250 gacha ishlayveradi. Onu qarang ekan mana. Akalar qiziqadiganlarga bemalol 4 kilovatligi ham bor, 2 million 250 dan olib borib beraman. 2 million 200 ming so'm. Xayri kami ham bo'ladi, ancha Olib muncha beramiz. bo'lmasa bor. Dastavka bepul. 1 yil ichida buzilib qolsa bepul remont qilib beraman. 1 oy ichida motorda o'zgarish bo'lsa yangi qo'yib beraman. Ana akalar, yana qanaqa sharoit kerak? O'zlari borib o'rnatib sizlarga yurgizib beraman deyapti. Xudo xolasa akalar qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqsanglar. Orqada Instagram, Telegram nomerlarim ham bor. Aha. Xudo xolasa aka nomerlaringiz 99lik 99lik 973 973 16 16 14. Akalar xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol akamiz bilan gaplashib ishlarni bitirsanglar bo'laveradi ekan. Aka, rahmat katta, bozoringiz bersin. Rahmat aka, Alloh sizga ham barakot bersin.